kislorod yetmay deb nafas ololmay, undan keyin yuragi aritmiya, tukur yuraklar urib ketadi. Orqa miyani boshlanish chastida затылочный zona deyiladi. Birinchi, ikkinchi позвоночник, cherikka ulanadigan joyi, yuzni orqa tarafi затылочный deydi. O'zbekchasini topolmayapman. Shu zonada mana chuqurcha bor, ikkita chuqurcha. Bu chuqurchaning ichida именно miya massajini именно затылочный blok deydi. Затылочный blok degani boyagi qon tomirini miyaga kiradigan joyi. Shu yerni qisilishida shu miyaga ketayotgan qon tomir qisilib qoladi. Shu qisilishini hisobiga miyaga boradigan qon 40, 50, 60% miyaga yaxshi kirmaydi. Shuni hisobiga gipoksiya bo'ladi. Mazasi qochib beradi, раздраженность, miyasi boyagi vahma kasalliklari ham o'zi asl tegi shundan kelib chiqadi, потому что birinchi dixalka u ham diafragmальный sindrom masalan, мощный ko'p narsani hal qiladi.